kabul etdi Xudoyim. Xudoyim kabul etdi. Ma'lumot bugun 18-iyun 2026-yil payshanba, ya'ni 4-iyun. Nafis uyim. Ko'pay to'shaklar. Yaxshi degan. Assalomu alaykum. Ko'ryapsizmi? Zamoqlar nima? Maboda kilo İçinde yine var. İçinde astarı var. Zaten koydum ben. Bam spani düşecek, bam şimdi var. Tabii birinci son. Ha. Bir şey. 6.000 somlar. Olsun, ne'mat qarshim, sen zara. Qarozancha so'mdan bo'ldi. Qo'yga bo'lsa 2000 dan ekan, ha. Kiloga Assalomu alaykum yurtdoshlar. Sog'misiz, omonmisiz? Bugun 2026-yil 18-iyunni. Mana Osyab ko'chasi. Pesta olgan ajoyib. Mana Berk yana Sirjinayak. Yana bir ma'lumot. Bugun 18-iyun 2026-yil payshanba, ya'ni 4-kun. Osyabga suv kelmagan hali. Osyab. Asfalt. Samoy. Nafis uyim. Ko'pay to'shaklar. Yaxshi degan to'ylarga kelaverasizlar yana. Yana qaypoqtalarim kelibdi, yaxshi kun to'ylaringizga bersin. Hamma bor. Yana har xil bor yana kelsangizda. Xursand ekan meni xizmatda. Doldurduk. Ne ufak parçalar bu hammasi. Chemeti, ishimi, ahamiyati yo'q. Paxtalarimizdan geldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ko'ryapsizmi? Yaxshiman. Shukur yana. Horman. Yurakchani qizartirib, like-larni bosib, kelaverasizlar yana. Sara paxtalar geldi. Sara, jan sort bunda. Ular birinchi sort. Birinchi sort. Ko'chaning ichine solib o'tirganlar. Endi bir ko'chaga chiqsangiz, ko'chada sinalarni sortlarni aytib beraman sizga. Ha, ko'rpalar ham boya, to'ya, teka deyishlar podarkaga ketadi. Ha. Xohlasalar tavallayna, metrajda desalar. Spanni döşekle pestina, katta. Bir odamni spanni döşekle bor. Ustuna setin qo'yilganda e'tibor etinglar. Ha. Zamoqlar ha, Zamoq, maboda kilo İçinde yine var. İçinde astarı var ava. Обязательно qo'yilganda yana. Bam spanni döşek, bam shunday variantda setin. Bundan zamoq qo'yilganda katta. Ha. Esa shu tashqarida telefon nomerlariga aloqachaverasizlar. Mana Telegram boshunda. Telegramim bor, WhatsApp ham bo'lishi kerak. Hamma narsa bor. Hamma narsa bor. Paxtalarni ko'rsatamiz, ko'chaga chiqing bo'lmasa. Yaxshi. Yandan ko'shing. Yaxshi. Kelinglar, paxtalar sortini ko'rsatamiz. Ondan tikpesak arzonroq bo'ladi. Bu sorti pastroq. Ha, pastroq, ha. Tabiiy birinchi sort. Ha. Tabiiy ham bishi. Bishi. Quvoli ko'p. Qancha kilodan bular? 25 kilodan yana. Kilosini azib qo'ydik. 25 kilodan? 26.000 so'mdan shu. Kilosi 26.000 so'mdan. İkincisini gösterdik. Sen ona azib qo'ydik. Ha, mashallah bor yani. Ko'rib turganlaringizda. Esa yurakchalar qizartirib, like-larni bosib, aka-ukalar jo'natib qo'yasizlar. Yo'l-yo'lakay bo'ldi bunda. Ha, bo'ldi. Yaxshi, sog' bo'ling. Esa yo'l-yo'lakay bo'ldi bu. Esa gazini bosib. Ha. Şimdi iki de veramiz ha. Hajdan kelib degan hajakalar, Xudoyim. Qilgan qabul bo'lg'ay, Xudoyim. Hammani shu umraga, hajga borish nasib etgan.
Mana Sağır ekan dükkanı. Shundan o'tib o'ng qo'lda yana Ne'mat akaning. Yana Ne'mat taksining dükkanı har xil joyda. Ya taroz bor ekan, tarozning baholarni so'rab o'tamiz hozir. Assalomu alaykum. Yaxshimi Sanjar? Taroz qancha so'mdan bo'ldi? 2300 kiloga, ha? Shu baraga aslan to'yga arzira qilaman. Nechadan? To'yga bo'lsa 2000 dan ekan, ha? Kiloga 2300 dan. Kela berasizlar. Yo'l aka bo'ldi bu. Telefon nomer aytib berasanmi? Telefon nomer 94 le 235 235 0121 0121. Aloqaga berasizlar. Ating kim? Akmaljon. Ya. Sitabordan şimdi kiramiz o'ngga. Asfalt ko'chalar. Xudoyor akam so'pi haj amallarni bajarib kelib turgan. Shuni qabul etgay deb boryapmiz. Xudoyim qabul etgan meniga oydi yaratdan biroz inshaalloh shu ziyoratga borib kelibdi. Sog' salomat Xudoyim. Yurtimiz tinchligini so'ragan bo'g'aylar, hamma so'ragan niyatlari ro'yobga chiqqan Xudoyim. Prezidentimiz sog' salomat bo'lsin. Oydi yo'llarni uzalib. Maktabgacha bu Ramat akam. Sho'ra bu. Ramat Sho'ra desa hamma biladi. Bu yerdan Bak Xudoyor akamning ko'chasi bu yana. Bir Bakça bor edi bu yerda. Men ham to'shni bilmayman. Bakchalar. Ha, Xudoyor akam bilan keldik. Nerede? Ha, Qazbekga like bosib berasizlar yana. Ha, yana. Xudoyor akamning xonadoniga keldik. Xudoyim qabul etgay. Hamma nasib etgan shunday yillarga borib kelish. En zor konuğuna çıkaman. Bir şartım var. Bayrak istersen giresin. Bakalım biz getirsin. Ya şer demez. Ben prijim koydurdum. Sherip akam kelibdi ekan. Malomatjonning bolasi. Xudoyim qabul etgay. Hajga borib kelibdilar Xudoyim. Ne arzum nima umidlari bo'lsa ro'yobga chiqqay. Yana Ulug'bek akam og'ayni hojaga olib keldi ana. Ziyoratlaringiz qabul bo'lg'ay. Kabatullohlarni shans etmadim. Hammani shu yerga yetirgan. To'xtab turadi, to'xtatini. Xudoyim sizlarga qabul va hammaga shu katta kishilarning hammaga nasib etsin. Amin. Qabul etgan Xudoyim. Amin Allah. Qabul etgan Xudoyim. Otam hoji Chegara bu. Jannat onam Hunarmand mahallasi. Otamning duoyida menga eng ulug' foyda. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onam mening Hayat haqida o'rib qo'yamiz. otam mening yelkamda